Farid aka Samarqandda yana bir katta loyihani bitkazdingiz. Bugun buni bitta YouTube'dagi obunachilarga, YouTube'dagi kuzatuvchilarga to'liq obzor qilib ko'rsataylik, chunki yangi qurilish qilayotganlar yoki qurilishga qiziqadiganlarga juda ham foydali ma'lumotlar bo'ladi ichkarida. Undan keyin qurilish uslubini hovli premium qilib qurilgan. Mana shundan qanaqadir foydali narsalar olishadi. Bitta buni obzor qilib ko'rsataylik bularga. Hozir ichkariga kirib hammasini ko'rsatamiz. Hozir tashqaridan boshlaylik. Tashqarida masalan hozir ko'rganimizda masalan fasadimizdan shkaturka ishi bilan alkapon ishimizni yakunlaganmiz. Hali hovli to'liq remontlari bitmagan. Faqat maket ko'tarilgan, shundaymi? Korobka holatidan keyin 5-etabiga keldik hozir realizatsiyasini. Korobka holatidan keyin mana masalan elektrika, alkapon, shkaturka, stяжка ishlarimiz bo'lgan. Bu yerda barbekyu zonamiz bo'lgan. Hattoki aka bu hovliga ko'pchilik tunkafon qiladi, bu hovliga alkafon qilingan, to'g'rimi? Alkafon mahsulotlaridan ishlatganmiz, sifatlisini. Sustum mana shu yerga tushishi kerak-da. Sustumni bu yerga qo'ymadik-da, biz mana bunaqa usuldan foydalanib, arka qilib, hozir shapkamiz shuni hisobiga monolit ham shunga mingan. So'kamizga. Bu yerga o'zi sustum qo'yib, yana xalaqit beradi, kirdi-chiqdiga. Bu uchastkamizning interyer, eksteryer hammasi tayyor. O'sha bo'yicha ishimiz ketyapti. Bu yerda xarajatga kelsak, o'zi ko'rinib turibdi aka. Bu yerda xarajatni 1,5 barobar ortiqchasi bilan qilganmiz. O'z turgan joyimizni masalan stяжкасini aytsak, misol uchun stяжкani o'zida ham setka bilan qilsa bo'ladi. Bu yerda setka emas, biz armatura bilan setka qilib, keyin ustidan stяжка bo'lgan. Hovlida mana bu stяжкаdan tagida armatura qilib chiqilgan. Armatura shunaqa. Bu yerda ko'p joyimizda shunaqa materialni 1,5 barobar ko'proq qilib mustahkamligini oshirgan. Farid aka to'g'risi juda kam qurilishlarni ko'raman. Qurilishga o'xshaydi, lekin mana bunaqa baquvvat hali bunaqasini ko'rganman to'g'risi. Juda ko'ringandan shunday bilinadi, qanaqadir imorat juda ham baquvvatligi. Shunda bu yerda mijozimizni talabiga binoan shunday qilganmiz. Buni ekonom variant qilsa ham bo'ladi. Ekonom qilsak, siz operator tomonidan ko'rsating. Imoratda mijoz o'zi aytgan shunaqami? O'sha xarajatni qilaman, menga baquvvat qilib qurib berdi. Shunday. Shuning uchun bizlar uni material masalasidan ekonom qilmasdan baquvvat bo'lish uchun muhim joylarga shunaqa xarajat ko'paytirilib, o'sha baquvvat qilinganmi yoki hammasi shunaqami? 80% shunday. 80% shu mustahkamligini oshirib, normadan sal ko'proq mahsulotni ishlatib, mustahkamligini oshirganmiz. Farid aka remont patruch bilan shug'ullanasiz, jamoangiz bor. Mana shunaqa loyihani qurmoqchi bo'lsangiz, masalan, hovlini, buni proyektlarini, shu loyihalarni o'zi qanaqa bo'ladi? O'zlaringiz qilib berasizlarmi? G'oyalari kelib kontroli buni. Buni o'zimizning dizayner bor. Joyiga qarab, masalan, bitta variant ko'rsatadi, ma'qul bo'lsa, o'sha variantni davom ettirib, tasdiqlaguncha ishni olib boradi. Tasdiq bo'lgandan keyin biz kirib, o'sha katlavan ishlari, katlavandan boshlab o'sha misol uy ko'tarilib beradi. Qavatma-qavat, noldan tomgacha yopib, keyin asta ichini ham podkulichiga o'tamiz. Hozir bu obyektimiz ham podkulichi ichidan boshlanadi. Qachon boshlaysizlar buni? Fevral oyida gipsokardon malyar adelka ishlari boshlanadi. Keyin sal havo isigandan keyin tashqi fasad ishlariga ham ish ketaveradi. Xudo xolasa Farid aka qachon uy egalari bu xonadonga kirib, yashab o'sha oila a'zolari bilan turishadilar? 2026-yil dekabr oylariga bu uyni topshirishni rejalashtiryapmiz. Xudo xolasa o'shangacha to'liq ishimizni yakunlab, uy egalariga kalit topshiramiz, kirib yashayveradilar. Bayramni ham shu xonadonda o'tkazadilar. Remont patruch qilishda aka o'zi remont patruchga topshirgandan keyin qurilish nazorati, undan keyin yana nimalar ichiga kiradi, buni sizlar qilib berasizlar? Bizdan mana shu yerni ko'rsatsalar, bo'ladi. Agar u yerda misol eski uy bo'ladimi, eski uyni buzib tashlab, joyiga masalan plan qilinadi, plan bo'yicha ish ketaveradi. Katlavandan boshlab to'liq tomigacha o'zimiz yopib, undan keyin yana ichki interyerini ham boshlasak bo'ladi. Masalan, tashqi eksteryer, ichki interyerini ham o'zimiz qilamiz. Remont patruchning yana bir qulayligi bor-ku, uni aytsak, kuzatuvchilarga. Eng zo'r qulayligi ularda masalan materialga jo'natib, sarson qilib, vaqtlarini yo'qotmaydilar. Bizga o'sha topshirdilarmi, biz o'zimiz hammasini bajarib, vaqt qo'yamiz. Vaqt masalan kelishilgan vaqt bo'ladi, o'sha vaqt bo'yicha biz ko'tarib topshiramiz. Yana bir zo'r qulayligi bu yerda har bitta usta bilan misol gaplashib, dogovor qilib, uni tekshirib yurishlari
kerak bo'lmaydi. O'sha bizga topshiriqlarni hamma ishni biz Siz standart bizni qo'yasiz. zimmamizda bo'ladi. Standarti ham Jamoangiz ham shunga mos qilib beradi-da. shunga etapni biz o'zimiz undan keyin kim ishlaydi, bunisidan keyin kim ishlaydi hammasini o'zimiz etapni qo'yib yakunda Abedlargacha ham o'zingiz qilib berasiz. abeti bu yerda bitta povur qo'yamiz. Povur o'sha brigadaga 20 kishi bo'ladimi, 25 kishi ishlaydimi? Birdaniga bitta stolga ovqatini qilib yengil bo'ladi. Uy egalariga shu tomondan. YouTube Faridxon YouTube sahifalarida o'sha boshqa qurgan, remont qilgan xonadonlari ham bor. Bemalol buni kirib ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir qurilish bo'yicha savollaringiz bo'lsa agar kommentariyada yozib qoldiring. Biz buni Instagram sahifamizga yoki YouTube sahifamizga video qilib chiqaramiz. Faridxon yangi qonun chiqdi. Masalan, qurilish qilganda qanaqadir ruxsat olish kerak. Gasni deyladimi? Gasindan ruxsatnoma olish kerak. Birinchi uyni, misol, hujjatni taxlagandan keyin qurishni boshlashimiz kerak. Shunaqa qilib boshlasa agar, misol, bu shtraf to'lanmaydi ortiqcha. Bu hujjatlarni kim qilib beradi? Uy egalari chopib o'zlari dokument qilishlari kerakmi yoki uni ham sizlar qilib berasizlarmi? Agar o'zlari qilsa ham bo'ladi. Misol, tashchi agar ortiqchalik qilsa, bizga topshirsalar ham, bizda ham shunaqa komanda bor. Faqat dokument bilan shug'ullanadi. Dokumentlarni taxlagandan keyin bosh og'riqsiz ishimizni boshlasak bo'ladi. O'zi kiraverishimizda o'zi birinchi etajni hol qismida turibmiz. Bu yerdan o'zi spalniyaga, общий sanuzliga kirsa bo'ladi. Keng qilib, balandligini ham ko'ryapsiz. Haqiqatan ham keng juda. Erta bu remont bo'lgandan keyin u boshqacha chiqadi. Zinalarni ham noodatiy qilib bu yerda lift ham o'rnatganmiz. Lift. Bu xonada lift ham bor, to'g'rimi? Lift ham bor. 4 ta etajga ham xizmat qiladi. Endi podvaldan mansardgacha. Samarqandda odamlar o'sha boshqa o'ringa chiqishgan hovlining ichiga lift qo'yishyapti. O'zi bu menimcha shu yildan boshlab urf bo'ldi. Men 5-6 ta xonadonga ko'rdim-da. Bu lift qo'yish уже urfga kirdi. Qo'ysa ham Hovliga lift. Hovliga lift. Misol yana bir qulayligi bor. Misol mehmoningiz keldi. Yuqori qavatga mehmonxona bor. Bu yerda chiqa olmasa, agar lestnitsa bilan zinada chiqa olmasa-da, lift yordamida bemalol tepaga ko'tariladi. Faridxon, bitta shu kuzatuvchilarimizga, obunachilarimizga zo'r maslahatingizni berib o'tsangiz, nimaga mana bunaqa baland qilib eshiklarning joyiga qo'yiladi? Hozirgi yangi qurilishlarda. Boshqa hovlilarda shunaqaki, bular past-past bo'ladi-da o'sha eshiklar joyi. Buni katta qo'yganning sababi eshikni o'rnatgandan keyin juda hashamatli ko'rinadi. Agar qurib qo'ygan, past qilib qo'yganlar bo'lsa agar, uni ammanga qilib, masalan, tashqarisidan katta eshik vidini beradigan qilib yasasa ham bo'ladi. Lekin bu yerda biz haqqonisini qilyapmiz. Ammanka emas, haqqoni katta eshikni o'rnatamiz. Yangi qurilish qilmoqchi bo'lganlarga ham shuni maslahat berasiz. Baland qilib, xona premium qilamiz, to'g'rimi? Uyga ham yarashadi. Misol, bunaqa katta uyga katta eshik qo'yish kerak-da. Uyni katta qurib qo'yib, kalta eshik qo'ysangiz yarashmaydi. Bu joyimiz o'zi barbekyu zona qilganmiz. Buni mana shunga ham ekonom qilinmagan, ko'ryapsizmi? Fasadlari ham granitdan bo'lgan. Agar ekonom qilinsa, misol, masalan, faqat stolesnitsasini tosh qilib, mobilni kafel qilsa yoki oddiy g'isht terib bezasa ham bo'ladi. Bu ekonom variant bo'ladi. Bu yerga shu joygacha granit qilingan, har bir joy faska bilan o'zingizni g'oyangizmi? Bu granit qilish yoki uy egasi men shuni qilaman, uy egalarining talabiga binoan shunaqa bo'lingan. Faridxon, endi eng qiziq joyga keldik. Shunaqa hovli qurmoqchi bo'lsam, qancha pul ketadi bunaqa hovli qurishga? Taxminan. Ko'pchilikni ko'raman, katta qurilishni ko'rsatadi yoki qanaqadir zo'r remont ko'rsatadi-yu, kichkina pulni ko'rsatadi. Biz rostini aytamiz, bunga 300 mingdan ziyod ketgan. Buni ekonom qilsa ham bo'ladi. Chunki bu yerda biz 1,5 barobar sal ziyod xarajat qilganimizni aytib o'tdik-ku. Shuning uchun ko'proq. Buni ekonom qilib, bundan ham kamroq summada qilsa ham bo'ladi. Yana uni hovlilarning yeri kichkina bo'lsa, bundan kichkinaroq uy qursalar agar shu loyihasini moslashtirsa ham bo'ladi. Moslashtirib, shuni misol kopiyasida maydaroq hajmda qilsa ham bo'ladi. Agar kamroq summa ketishini. Demak, agar yeringiz bo'lsa, shunaqasidan hovlingiz bo'lsa, qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, buni kattaroq variantni yoki kichikroq variantini yoki pul bo'yicha byudjet ko'proq pul sarflab yoki arzonroq pul sarflab shunaqa loyiha, shunaqa komfort chiqarish mumkin, to'g'rimi? Mumkin. Yana uni dizayn loyihasiga qarab summasi aniqroq bo'ladi. Bu joyimiz 13 sotixga katta uchastka bo'lgani uchun katta joy. 300 dan ziyodroq ketyapti. Keyin YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying, shunaqa sizlarga zo'r Faridxon qurgan remontlarni olib chiqamiz. Bu YouTube sahifalari Faridxonni. Instagram sahifalari ham bor. Bu yerda ham remontlarni qo'yib boramiz. Obuna bo'lishsin, shundaymi? Obuna bo'lishsinlar, kuzatsinlar. Katlavandan
tomigacha ichkarisini ham Jarayonni ko'rsatib boramiz. jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Bu yerda fevral oyidan ish boshlanadi. Yozda mana bu issiq havoda tashqari fasad ishlarini ham davom ettirib, dekabrgacha yakunlab egalariga topshiramiz. Ko'rsatasizmi? Bu yerni ham Ko'rsatib boramiz. qarang, ana ichi bitsa agarda. Chunki ayniqsa ayollar juda ham hovlini, uyning ichiga qiziqishadi. Mana shu joydan ko'rsatamiz. Etapni qo'yib boramiz. Buni ham ish jarayonida bitgan holatini to'liq yana YouTube sahifamizga qo'yamiz, yana Instagramda ham qo'yib boramiz. Odatiy yangiliklar bormi ichkarida ham? Odatiy juda ko'p. Bu yerda mansard qismida kino zona, Ha. podvalda sauna. Bu yerda xarajatdan qo'rqishmayapti. Zo'r chiqsin, sifatli chiqsin, mustahkam bo'lsin degan shior bilan uy qurilyapti.